Mashinani 6000 ga baraka qiluvmidingiz? Ha, 6000 ga baraka qiluvdim. Mana pul. Qarang, faqat mashinani yaxshilab tekshirib oling. O'zimga olganda tekshirib olaman. Shu gapingizga ham rahmat. Sen bilan bizni Alloh uchun aka ukamiz. Sani puling, mani pulim. Mani pulim, sani puling. Bemalol ko'rib tekshirib oling. Mashinani yurishlari zo'r. Mashinangiz yaxshi ekan. Menga ma'qul. Barakami? Mayli, barakasini bersin. Alal ketmadingizmi uyga? Yo'q, internetdan mashina qarayotgandim. Narxi bilan bo'lsa olamiz deb. Uyda bu kam ko'stingiz yo'qmi? Bozorda hamma narsa bormi? Endi bu ro'zg'or g'ordi. To'latib bo'larmidi? Sen bergan pullar bilan amallab turibman-da. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa men pulni oling-da, chiroyli uyga bozor qiling. Rahmat kattakon. Bu kunlarni hech qachon unutmayman. Men sen bilan Alloh uchun oxirgacha yoningdaman. Shu lasetni aytyapmiz. Bu qo'shnim mashinasi-ku. Yo'q, O'zim mana shu mashinani olib beringda otgandim. Taqdirga qarang, aylanib o'zimga nasib qilganga o'xshyapti. Tanini ish bu hisoblaymiz buni. Senga o'zini pulini, tanini 6000 hisoblab beraman. Aka, adashmayapsizmi? Buni qo'shnim o'zi internetga 5,5 ming qo'yib qo'ygan edi-ku. Bilasan-ku, bizda unaqa qaldam yo'q. Rostdan mashina bizga 6000 ga o'tdi. Xohlasa qo'shnining nomeri bo'lsa, telefon qilib so'rab ko'r. Aka, kecha lasetni necha pulga sotaman deb aytuvdingiz? 5,5 ming bo'lsa sotaman deb aytdim. Shu pulga sotdim. Akadan so'rachi qayerda ekanlar? Aka, qattasiz mahalladamidingiz? Uydaman uka. Bo'ldi, aka, hozir tushaman. Ketdi. Menga qarang, men mashinangizni bizga 6000 ga sotib turib, 5,5 ming ga sotdim deb aldab, ikkalamizni o'rtamizga fitna tushiryapti. Men hech kim aldab o'tgan joyim yo'q. Mana shu mashinani mana shu odamga 5,5 mingga sotganman. Bugun navbat zo'r bo'ldi. 500 dollar yonga qoldi. 6000 so'm mana okada qo'limga sanab berib o'tiribdi-da, lo'g'a. Mana shu odamni gapirayotgan gapi rostmi? Qanaqa? Hammasini tushuntirib beraman. Sen bilan bizni Alloh uchun aka ukamiz. Men sen bilan Alloh uchun oxirgacha yoningdaman. Har qanday holatda Alloh uchun oldingdaman deb 3-4 so'm pulga senga berilgan ishonchni ham qo'shib, vijdoningni ham sotibsan-da, birovni haqqidan qo'rqmaysanmi? Nonko'r. Mana o'zing ko'zing bilan hammasini ko'rding. Men birovni aldaydigan inson emasman. Mashina menga 6000 ga o'tgan. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, mana shu mashina senga. Baraka. Barakami? Baraka. Odamlar bekordan bekorga gapirishmas ekan. Bu hayotda orqangni devordan boshqa yoqqa ishonmagin deb. Gaplarim to'g'rimi yoki noto'g'ri? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.